Siz xiyonatning ta'mini bilasizmi? U avvaliga zahar kabi achchiq. Vijdoningizni o'rtab, bo'g'zingizni kuydiradi. Lekin keyin u asalga aylanadi. Yillar davomida muzlab yotgan tanangizga olov kirganda, aqlingiz to'xta desa ham, vujudingiz yana deb yolvorganda, siz endi avvalgi inson bo'lolmaysiz. O'sha kuni eshik taqillab, ostonada u, erimning jigarband do'sti, qo'lida qip-qizil atirgul bilan turganda, men jahannam va jannat o'rtasidagi ingichka ipda edim. Uning "men seni tashlab ketolmayman" degan pichirlashi mening qasamimni kul qilib yubordi. Bugun men sizga o'z gunohimni, o'z baxtimni va o'z fojiamni aytib beraman. Hukm qilishga shoshilmang. Avval tinglang. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim Nargiza. Yoshim 26 da. Tashqaridan qaragan odamga men baxtli kelinchak, ro'zg'ori but, eri chet elda ishlab pul topayotgan, kamko'zsiz ayoldek ko'rinaman. Lekin mening ko'zlarimga chuqurroq qarasangiz, u yerda huvillab yotgan bo'shliqni, sovib qolgan kaminning kulini ko'rasiz. Farhod mening turmush o'rtog'im. Biz sevishib turmush qurdik. 4 yil avval uning bag'rida uyg'onganimda dunyo meniki edi. Uning kulgusi uyni to'ldirar, hazillari g'amlarimni aritardi. "Sen mening malikamsan, Nargiza", derdi u sochlarimni silab. Ammo hayot faqat muhabbatdan iborat emas ekan. Ro'zg'or yuki, kelajak tashvishi, orzularimizdagi uyni qurish istagi uni mendan uzoqlashtirdi. 1 yil jonim. Faqat 1 yilga Koreyaga ketaman. Oyoqqa turib olaylik, keyin bir umr yoningdan ketmayman, dedi u ketishdan oldin. Men rozi bo'ldim. Yig'lab kuzatdim. Aeroportdagi o'sha so'nggi quchoqlashuv. Uning hidi, bo'ynimdan hidlagani hali ham yodimda. Lekin o'sha 1 yil cho'zildi. 2 yil bo'ldi. U yuborgan pullar evaziga uyimizni ta'mirladik. Xonalar kengaydi, yangi mebellar, qimmatbaho pardalar, eng so'nggi rusumdagi maishiy texnika. Hamma narsa bor. Faqat bu uyda jon yo'q edi. Devorlar sovuq. Kechalari o'sha keng, yumshoq karavotda bir o'zim yotganimda, yolg'izlik xuddi og'ir ko'rpa kabi ustimga bostirib kelardi. Men kutdim. Har kuni telefonimga tikilib yashadim. Video qo'ng'iroqlarda uning charchagan yuzini ko'rib, "Chida, Nargiza", dedim o'zimga. Nomusimni, ayollik sha'nimni ko'z qorachig'idek asradim. Ko'chaga chiqqanda yerdan ko'z uzmadim, birovga ortiqcha gapirmadim. Men sadoqatli rafiqa edim. Lekin men temir emasdim. Men go'sht va qondan yaralgan, hissiyotlari jo'sh urib turgan, ayni gullagan yoshdagi ayol edim. Tanam. Mening yosh tanam asta-sekin isyon ko'tara boshladi. Kechalari tushlarimda erimning erkalashlarini ko'rib, uyg'onganimda yostig'imni quchoqlab yig'lardim. Ayollik ehtiyoji, erkak kishining kuchli qo'llarini his qilish istagi meni ich-ichimdan kemirardi. Bu shunchaki shahvat emasdi, bu mehrga, e'tiborga, kimgadir kerak ekanligingni his qilishga bo'lgan tashnalik edi. Hayotimizda yana bir inson bor edi. Botir. Farhodning bolalikdagi do'sti, qiyomatli birodari. Ular bir-biriga butunlay teskari edi. Farhod ochiq, sho'x bo'lsa, Botir og'ir bosiq, kamgap, nigohlari esa tubsiz quduqdek chuqur inson edi. Uning har bir harakatida erkaklik salobati ufurib turardi. Farhod ketishidan oldin uning qo'lini mahkam siqib, "Do'stim, Nargizadan xabar olib tur. U senga omonat. Uyda erkak kishi yo'q, biror kamchiligi bo'lsa, o'zing qarab tur", degandi. Botir bu omonatni juda jiddiy qabul qildi. Dastlabki oylarda u faqat zarurat uchungina kelardi. Darvoza oldidan "Yenge, tinchmisizlar? Biror narsa kerakmi?" deb so'rardi-yu ketardi. Men unga erimning do'sti, akamdek inson sifatida qarardim. Ammo vaqt eng buyuk o'zgartiruvchi ekan. Erimning yo'qligi cho'zilgan sari Botirning tashriflari ham o'zgara boshladi. Endi u shunchaki darvoza oldidan qaytmasdi. Ba'zan og'ir bozor xaltalarini oshxonagacha kiritib berardi. Ba'zan hovlidagi buzilgan jo'mrakni tuzatib berardi. Bir kuni kechki payt u non va issiq somsa ko'tarib keldi.
Ishdan qaytayotgandim, issiqqina ekan, sizga ilindim, dedi u yerga qarab. Biz ayvonda o'tirib choy ichdik. O'sha kuni birinchi marta uning nigohida o'zgarish sezdim. U gapirayotganda ko'zlarimga tikilardi. Lekin bu qarashda shunchaki suhbatdoshga bo'lgan e'tibor emas, balki chuqurroq, yashirin bir ma'no bor edi. U menga achinayotgandek, shu bilan birga hayratlanayotgandek qarardi. Farhod qanday qilib shunday ayolni tashlab ketdi, degandek savol bor edi bu nigohda. Men o'zimni noqulay his qildim, ro'molimni to'g'riladim, ko'zimni olib qochdim. Lekin tan olishim kerak, bu e'tibor, erkak kishining yonimda o'tirishi, uning nafas olishi, undan kelayotgan tamaki va atir hidi. Bularning bari mening uxlayotgan hislarimni qitiqlay boshladi. Yuragim tezroq ura boshladi. Men bu hisdan qo'rqdim. Bu eringning do'sti. Nima qilyapsan, Nargiza, deb o'zimni koyidim. Lekin yurakka buyruq berib bo'lmas ekan. Har safar u kelganda men o'zimga oro beradigan, chiroyli ko'ylaklarimni kiyadigan bo'ldim. Go'yoki buni o'zim uchun qilayotgandek edim, lekin ich-ichimdan bilardim, men unga yoqishni istardim. Kuzning oxirlari edi. Tunda dahshatli shamol va yomg'ir boshlandi. Eski tomimiz bardosh bermadi, mehmonxona shiftidan chakka o'ta boshladi. Suv shillillab gilamga tushardi. Men vahimaga tushdim. Erim uzoqda, qo'shnilar uxlab yotibdi. Noiloj Botirga telefon qildim. Botir aka, uzr, bezovta qildim. Uyga suv oqyapti, dedim yig'lamsirab. Hozir yetib boraman, dedi u qisqa qilib. Yarim soat o'tmay mashinasi to'xtadi. U shoshilib kirdi, ust-boshi nam edi. Hech narsa demasdan narvonni oldi va yomg'ir ostida tomga chiqib ketdi. Men pastda yuragimni hovuchlab turardim. Uning o'sha yomg'irda, shamolda men uchun harakat qilishi. Bu men uchun qahramonlikdek tuyuldi. Yarim soatdan keyin u shalabbo bo'lib pastga tushdi. Suv to'xtagandi. Bo'ldi, endi oqmaydi, dedi u hansirab, sochlaridan suv tomchilarkan. Men yugurib borib quruq sochiq keltirdim. Arinib oling, shamollab qolasiz, dedim. U sochiqni olayotganda barmoqlarimiz bir-biriga tegib ketdi. Vaqt to'xtab qoldi. O'sha bir soniyalik teginish xuddi elektr toki urgandek butun tanamni titratib yubordi. Issiq, olovdek issiq edi uning qo'llari. Biz bir-birimizga tikilib qoldik. Yomg'ir shovqini ham uzoqlashdi. Faqat uning tez-tez nafas olishi va mening yuragimning dukillashi eshitilardi. Uning ko'zlarida endi yashirin narsa yo'q edi. U yerda ochiqchasiga istak, ehtiros va og'riq bor edi. U bir qadam oldinga tashladi. Men chekinmadim. Men xuddi sehrlangandek o'sha joyda qotib qolgandim. Nargiza, dedi u bo'g'iq ovozda. Shu payt telefonim jiringladi. Erim edi. Bu ovoz bizni voqelikka qaytardi. Botir keskin orqaga burildi. Men ketdim. Ertaga xabar olaman, dedi-yu yomg'ir ichiga singib ketdi. Men esa o'sha yerda, qo'limda telefon, vujudimda esa so'nmas olov bilan qoldim. O'sha tunda erim bilan gaplashdim, lekin xayolim, fikrim faqat Botirda edi. Men tushundimki, men jar yoqasidaman. Va eng qo'rqinchlisi, men o'sha jarga qulashni istardim. O'sha yomg'irli tundan keyin oramizdagi parda ko'tarildi. Endi biz shunchaki kelin va qaynog'a emasdik. Biz bir-biriga intiq, lekin tiliga kishan solingan ikki oshiq edik. U tez-tez keladigan bo'ldi. Har safar kelganda ko'zlarimiz to'qnashar, uzoq vaqt bir-birimizdan nigoh uzolmasdik. Havo qizib borardi. Bahorning ilk kunlari edi. Kunduzi uyda yolg'iz edim. Eshik ohista taqilladi. Yuragim sezdi, bu. Ochdim. Botir turardi. Lekin bu safar uning qo'lida non yoki ro'zg'or buyumlari emas. Bir dasta qip-qizil barq urib turgan atirgul bor edi. Bu so'zsiz iqror edi. Bu chegaraning buzilishi edi. Bu sizga, dedi u ovozi titrab. Men gullarni oldim. Tikanlari qo'limga kirdi, lekin og'riqni sezmadim. Gulning hidi boshimni aylantirdi. Kir, dedim men pichirlab.
Bu fikr so'zi bilan men nafaqat uni uyga, balki o'z taqdirimga, o'z yotog'imga taklif qilganimni bilardim. U ichkariga kirdi. Eshik yopildi. Uyda jimjitlik. Faqat soatning chiqillashi. Biz mehmonxonada bir-birimizga ro'para turardik. Oradagi masofa bir qadam edi, lekin bu qadam xiyonat va sadoqat o'rtasidagi masofa edi. Nargiza, dedi u nihoyat ko'zlarimga cho'kib ketgudek bo'lib. Men boshqa chiday olmayman. Men sizni har kuni, har soat o'ylayman. Ovqat yeyman, siz uxlayman, siz. Bu noto'g'ri bilaman. Farhod mening do'stim. Lekin yuragimga buyruq bera olmayapman. O'lib ketyapman, Nargiza. Uning bu so'zlari, undagi samimiyat va azob mening so'nggi himoya qo'rg'onimni buzib yubordi. Men ham yig'lab yubordim. Botir, qo'ying. Biz gunoh qilyapmiz, dedim ojizlarcha. Gunoh? U keskin yaqinlashdi. Sevgi gunohmi? Sizni shunday yolg'iz tashlab qo'yish gunoh emasmi? Farhod sizni tashlab ketdi. U pulni tanladi. Men sizni tanlayman. Hozir va shu yerda. U mening yuzimni ikki kafti orasiga oldi. Uning qo'llari qaynoq temirdek edi. Nafasi yuzimni kuydirdi. Faqat bir marta. Ruxsat ber. Va u lablarini labimga bosdi. Bu oddiy o'pich emasdi. Bu atom bombasining portlashi edi. Yillar davomida yig'ilgan chanqoqlik, sog'inch, ehtiros, alam hammasi shu o'pichda mujassam edi. Mening tizzalarim bo'shashib ketdi. Agar u meni ushlab qolmaganda yiqilib tushardim. Men ham uning bo'ynidan mahkam quchoqladim va o'pichiga javob qaytardim. Dunyo yo'qoldi. Erim, uyat, qo'shnilar hammasi o'chdi. Faqat men va u qoldik. U meni dast ko'tarib oldi. Men qarshilik qilmadim. Boshim uning ko'ksida, uning yuragi xuddi menikidek tez urayotganini eshitardim. U meni yotoqxonaga olib kirdi. O'sha men 2 yil yolg'iz yig'lab chiqqan sovuq yotoqxonaga. U meni avaylab karavotga yotqizdi. Uning nigohida shunday hayrat va sajda bor ediki, men o'zimni dunyodagi eng go'zal ayoldek his qildim. U kiyimlarimni yechib boshladi. Har bir tugmani yechganda barmoqlari tanamga tegib meni larzaga solardi. Men uyalmadim. Aksincha, men o'z tanamni unga taqdim etishni istardim. Uning kiyimlari ham yerga tushdi. Uning baquvvat, chiniqqan tanasi, keng yelkalari xira yorug'likda haykaldek ko'rinardi. U ustimga engashdi. Uning terisi terimga tekkanda men beixtiyor ingrab yubordim. Bu lazzat edi. Unutilgan, lekin qonimda yashagan qadimiy lazzat. U shoshilmadi. U meni har bir nuqtamni, har bir hujayramni uyg'otdi. Lablari bo'ynimdan pastga sirg'aldi, ko'kraklarimni, qornimni o'pdi. Uning tili, qo'llari meni jannatga olib chiqdi. Sen mening hayotimsan, deb pichirlardi u qulog'imga. Bizning qo'shilishimiz. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emasdi. Bu ikki chanqoq ruhning faryodi edi. U meniki bo'ldi, men esa uniki. O'sha kuni men vaqtni yo'qotdim. Tonggacha emas, balki bir umrga yetadigan lazzat oldim. O'sha kundan keyin men boshqa Nargizaga aylandim. Ko'zlarimda nur paydo bo'ldi, yuzimga qon yugurdi. Hatto qo'shnilar ham, Nargiza, buncha ochilib ketibsiz, eringiz keladiganmi, deb so'rashardi. Men esa sirli jilmayib qo'yardim. Ha, mening erim yanimda edi. Faqat u Farhod emas, Botir edi. Bizning yashirin uchrashuvlarimiz muntazam tus oldi. Men qachon uyda yolg'iz qolsam, unga xabar berardim. U ishini tashlab kelardi. Har bir uchrashuvimiz xavfli edi. Har bir tiq etgan tovushdan cho'chirdik. Lekin bu xavf ehtirosimizni yanada kuchaytirardi. Taqiqlangan meva shirin bo'ladi, deyishgani rost ekan. Botir menga erim berolmagan mehrni berdi. U bilan o'tgan soatlarim hayotimning mazmuniga aylandi. Men erimning qaytishini xohlamay qoldim. Bu dahshatli edi, lekin haqiqat edi. Ammo har qanday lazzatning to'lovi bo'ladi. Bir kuni ertalab ko'nglim aynidi.
Boshim aylandi. Yuragimga g'ulg'ula tushdi. Aqildim. 2 chiziq. Dunyoyim qorong'u bo'lib ketdi. Men homilador edim. Erim 2 yildan beri yo'q. Bu bola Botirdan edi. Quvonch o'rnini dahshatli qo'rquv egalladi. Agar bu bilinib qolsa, sharmandalik, o'lim. Farhod meni o'ldiradi. Botirni ham. Botirga aytdim. Uning rangi oqarib ketdi. U ham qo'rqdi. U ham do'stiga xiyonat qilganini, buning oqibati nima bo'lishini tushundi. Nima qilamiz, dedi u boshini changallab. Oldiramiz, dedim men qat'iy. Boshqa yo'l yo'q. Biz yashirincha shifokorga bordik. Men o'z jigarbandimdan, sevgimizning mevasidan voz kechdim. Operatsiya stolida yotganimda ko'zlarimdan yosh oqardi. Men nafaqat bolani, balki o'z ruhimning bir qismini ham o'ldirayotganimni bilardim. Lekin sir saqlanib qolish kerak edi. Hozir hammasi davom etmoqda. Men o'sha uydaman. Botir hamon kelib turadi. Lekin oramizda endi o'sha homiladorlikning soyasi bor. Biz bir-birimizga qaraganimda nafaqat ehtirosni, balki o'sha gunohsiz jonning uvolini ham ko'ramiz. Farhod yaqinda qaytishini aytdi. Uyni bitirdim, endi boraman, dedi u xursand bo'lib. Men esa qo'rqaman. U qaytganda nima bo'ladi? Men uning ko'ziga qanday qarayman? Botirchi? U do'stining yuziga qanday qaraydi, lekin bir narsani tushundim. Ayol kishi gul. Agar unga suv va quyosh berilmasa, u so'ladi. Farhod meni suvsiz qoldirdi. Botir esa u meni tiriltirdi, lekin zaharli suv bilan sug'ordi. Men qilgan ishimdan pushaymonmanmi? Bilmayman. Vijdonim qiynaladi, lekin o'sha baxtli lahzalarimni, ayol ekanligimni his qilgan damlarimni hayotimdan o'chira olmayman. Bu mening hikoyam. Bu mening haqiqatim. Ayollarga aytar so'zim, yolg'izlik eng yomon dushman. U sizni shunday ko'chalarga boshlaydiki, qaytib chiqishning iloji bo'lmaydi. Erim kelguncha yashayman. Keyin nima bo'lishini faqat Xudo biladi. Balki bu sir men bilan qabrga ketar. Balki ertaga portlar. Lekin bugun men hali ham tirikman, hali ham sevaman va sevilaman. Garchi bu gunoh bo'lsa ham.